Men 24-maktabning 4A sinf o'quvchisi O'ktav Abdulaziz bo'laman. Berdiqulova Munojat, Olmazor tumanidagi 24-sonli maktabda oliy toifali boshlang'ich sinf o'qituvchisi bo'laman. Abdulaziz 1-sinfdan buyon shu 4A sinfida bilim olib kelmoqda. O'rtoqlari bilan do'stona munosabati juda ham yaxshi, lekin o'zlashtirishga boshida rosa qiynaldi. Hozirgi kunda matematikalardan, hamma fanlardan o'zlashtirib ketdi. Yaxshi o'qiyapti, bolalar bilan ham yaxshi munosabatlari. Oldin yaxshi emas edi. Bir xillarni tushunmasdim, keyin tushunib qoldim. Kasrlar, masalalar karam. Unga o'zim tavsiya qilganman. Butun sinfimga tashlab berganman. Bular testda qatnashib, maqtov yorliqlar olishgan. Bu 2-sinfda bo'lgan. Keyin shu 2-sinfligidan buyon bu test boriga qatnashib kelmoqda. Onasi Abdulaziz oxirigacha olib borib, harakat qilib, testlarda qatnashtirib, har safargi musobaqalarda qatnashtirib, natijaga erishganini ko'rib xursand bo'lib, yana ham bolalarini qatnashishini xohladilar-da, boshqa ota-onalarim ham borishdi, lekin ular oxirigacha ham qatnashishga jur'at topisha olmadi. Lekin Abdulaziz onalari har safar olib borib, katta faylada testlar topshirsa, menga rasmlarini tashinglar. Oilaligisi uchun ham bu kattakon quvonch bo'ldi. Abdulaziz yaxshi o'zlashtirib ketgani. 5-sinf, 6-sinf. O'qiydigan bolaga onlaynmi, offlaynmi uni farqi yo'q. Bola o'zini ustida ishlasa, talabchan bo'lsa, albatta natijaga erisha oladi. Bu platforma boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun kerak. Bu fanga qiziqtirishga, boshlang'ich bilimlarni ortishiga, test bor yana yaxshi taraflari bolaga javobini ishlanish bilan ko'rsatib beradi, tushuntirib beradi. Xatolarni bola to'g'ri ishladim deb o'ylaydi, ko'pincha Abdulazizda ham shu holat bo'ladi. Keyin javoblarni ishlanishini ko'rib, ustoz, men bu joyda xato qilibman deb ko'pincha mana bular fikrini bo'lishadi-da. Shu taraflari menga test bordi. Onlayn ishlashda, platformada mukammallik deb bildim. 3 mingta iPhone 16 Pro Max